Assalomu alaykum. Ushbu video orqali Kotub Support haqida ma'lumot beramiz. Kotub Support mijozlar bilan muloqot qiladigan yagona AI platformasi. Telegram, Instagram va sayt chatini bir oynaga jamlaydi va mijozlarning katta qismiga sun'iy intellektning o'zi javob beradi. O'zbekistonda minglab bizneslar mavjud va ular mijozlari bilan asosan Telegram va Instagramda gaplashadi, lekin har kuni kelib tushadigan savollarning ko'plari bir xil. Narx qancha, manzil qayerda, qanday qilib buyurtma bera olaman? Operatorlar esa bularga ulgurmaydi. Kechasi yozgan mijoz ertalabgacha javob kutadi. Agar javob kelmasa, boshqa raqobatchiga o'tib ketishi mumkin. Xabarlar yo'qoladi, mijozlar esa unutiladi. Jamoa vaqtining katta qismini bir xil savollarga javob berish bilan sarflaydi. Kotub Support bu muammoning yechimidir. Barcha kanallar, Telegram, Instagram Direct, Instagram izohlar, sayt chatlari bitta oynaga jamlashgan bo'ladi. AI yordamchi kompaniyaning o'z bilimlariga asoslangan holda o'qitiladi va mijozlarning savollariga bir zumda kunning istalgan qismida javob beradi. Agar murakkab savollar kelib qolsa, suhbatni butun yozishmalar tarixi bilan operatorga uzatadi. Eng muhim joyi shundaki, kotib odamlarni almashtirmaydi, ularni kuchaytiradi. Xuddi shu jamoa, xuddi shu vaqt bir necha barobar ko'p natijadir. AI savollariga qanday javob beradi desangiz, kompaniyaning o'z bazasidan kelib chiqqan holda javob beradi. Biznes o'z hujjatlarini, narxlar, xizmatlar, savol-javoblar va shunga o'xshashlarini oddiy fayl ko'rinishida saytga yuklaydi. Masalan, PDF, Word yoki matn ko'rinishida. Tizim ularni o'qiydi, o'rganadi va o'zlashtiradi. Bizning maqsadimiz O'zbekiston bizneslarini jahon darajasidagi sun'iy intellekt bilan qurollantirish. Zerikarli, takrorlanadigan ishlarni AI qilsin. Odamlar esa strategik va mijozlarga e'tibor qaratsin. Kotib, sizning intellektual yordamchingiz. O'zbekistonda yaratilgan o'zbeklar uchun.